birida ko'proq foyda qilardik. Jivoyevsigami yoki so'yganimizdan sog'lik quvvatli yo'q go'shtlik mijozlari. Mana bu ko'rib turgan sifat buqamizni 61 ming so'mdan Jivoyevsiga xarid qilganmiz. Bu buqamizni 110 ming so'mdan so'yolsak ham bo'lardi, lekin qiziqishga 61 mingdan Jivoyevsiga oldik. Bunda qaysi birida ko'proq foyda qilardik? Jivoyevsigami yoki so'yganimizdanmi? Buni hozir birgalikda sizlar bilan ko'ramiz. Buqamizni so'yib, taroziga tortib ko'ramiz. Sizning fikringizga qaysi biri ma'qulroq bo'ladi? So'yganimizmi yoki Jivoyevsimi? Bu novosimiz taroziga tirik vazni 547 kilo chiqqan. Ko'rib turibsizlar, bu sifat yemda turgan. Har doim siz mijozlarimiz uchun shunaqa go'sht ham sifat chiqadigan zo'rlardan tanlab yo'q go'shtlikon sotamiz. Kelib yo'q go'shtlikonni shunga o'xshagan va shunaqa go'shtlarni sifatligini kelib xarid qilishingiz mumkin. Va biz har doim molni yiqitib, halollab so'yamiz. Sifat, halollik foydadan ustun bo'lib kelgan. Molni sifati masjiddan ham bilsa bo'ladi. Buqamizni sifati zo'r chiqdi. Do'konbob, yog'siz, go'shtdor chiqdi. Go'shtimizni sifatiga o'zingizlar alohida baho beringlar. Hozir sifatidan ham buqamiz kilosi muhim. Chunki bilasizlar, oyoqda olganmiz. Hammaga manimcha oyoqda olgan buqani kilosi eng muhimi bo'lsa kerak. Necha kilo chiqishi. Hozir birgalikda ko'ramiz necha kilo chiqishini. Eng qizg'in pallaga keldi, ya'ni buqamiz tortish jarayoni. 547 kilo joyga chiqqan buqamiz. Qani ko'ramiz necha kilo chiqarkan, necha foiz beradi. 64 kilo 700. 64 kilo 200. 86 kilo 300. 2 kilo 500. Yog'i 16 kilo chiqdi. Biz asosan 10 kilo yoqqa tortamiz. 10 kilo hisoblanadi yog'i. Go'shtimiz 307 kilo chiqdi. Bundan minus qilamiz, 3 kilo skidkasi bor. 104 kilo 200 ko'paytiramiz 110 ming so'mdan. 33 bilan 517 ming bo'lar ekan. Pulimizda tirik vazn 547 kilo chiqqan. Bundan 5 kilo skidkasini olib tashlaymiz. Hamda 61 mingdan ko'paytirsak 33 million so'm pul bo'lyapti. Ya'ni 500 ming so'm razniya o'ynayapti. Agar 110 ming so'yganimizda ham bu bitta eslatma, bu molimizni arzon paytligida olganmiz. Hozirda bilasizlar 112 mingdan 113 ming so'mgacha so'yilyapti mollar.